Assalomu alaykum. ITE Association.uz saytiga ro'yxatdan o'tish uchun tepa qism o'ng burchakdagi login tugmasini bosasiz. Sizga login oynasi ochiladi. Hali saytdan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, quyidagi sign up tugmasini bosasiz. Ushbu oynachada sizga pasport yoki ID karta orqali hamda tug'ilganlik haqida guvohnoma orqali ro'yxatdan o'tish variantlari taklif etiladi. O'zingizga mosini tanlaysiz va rekvizitlaringizni kiritasiz. Tug'ilgan kun, oy, yil hamda amaldagi email manzilingizni kiritasiz. Phone number qismiga telefon raqamingizni kiritasiz. Istalgan parolingizni o'rnatasiz va uni tekshirib olish uchun kod shaklidagi belgini bosasiz. Uni qayta yozish orqali parolingizni tasdiqlaysiz. Barcha ma'lumotlar to'g'riligiga ishonch komil qilganingizdan so'ng sign up tugmasini bosasiz. Parolingizni saqlab qo'yasiz. Emailingizga xat jo'natilgani haqida xabarni ko'rganingizdan so'ng emailingizga o'tasiz. Emailingizda IT Education Association tomonidan jo'natilgan xabarni topasiz va ochasiz. Xabarda Confirm your email tugmasini bosasiz. Sizga yangi login oynasi ochiladi. Ro'yxatdan o'tgan emailingiz va parolingizni qayta kiritasiz. Ma'lumotlaringiz to'g'ri kiritilganini tekshirasiz va login tugmasini bosasiz. Tabriklaymiz, siz ro'yxatdan o'tdingiz.